Xorazm viloyatining Urganch shahri iqtisodiy, investitsiyaviy, ishlab chiqarish va infratuzilmaviy salohiyatini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar olib borilmoqda. Hozirda hududda xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 67 taga yetgan. Bu ham shahar salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Navbatdagi lavhada mavzu davom ettiriladi. So'nggi yillarda Urganch shahrida ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Shaharda sanoat korxonalari soni 661 tani tashkil etadi. Bugungi kunda xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar esa 67 taga yetgan. Dastlabki ma'lumotlarga asosan 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan sanoat korxonalari tomonidan 4957,9 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqildi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish +10,3% ni tashkil etdi. Muhtaram Prezidentimizning iqtisodiy rivojlanish bo'yicha yo'l xaritalarimizni, dasturlarimizni ilm bilan qayta tanqidiy ko'rib chiqish bo'yicha bergan topshiriqlarga asosan oliy ta'lim muassasalari olimlarni jalb qilgan holda 2016-yil, 2017-yildagi shahrimizni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha barcha yo'l xaritalar dasturlarimizni qaytadan tanqidiy ko'rib chiqdik. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2024-yil Urganch aqlli shahar tizimiga asos solindi. Urganch aqlli shahar tizimida 24 ta yangi modul va 383 tadan ortiq tashqi modul integratsiya qilinib, barcha yo'nalishdagi iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlardagi ko'rsatkichlar raqamlashtirildi. Barcha jarayonlar sun'iy intellekt nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan shahrimizni rivojlantirish bo'yicha joriy yilda 2 trilliondan ortiq mablag'lar ajratilgan bo'lib, shahrimizni ichimlik suvi va oqova suv tizimlari, quvurlari to'liq yangilanishi uchun 400 milliarddan ortiq pul mablag'lari ajratildi. Bu aholimizni yanada farovon yashashiga zamin yaratadi. Shahrimizni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha muhtaram Prezidentimiz ajratib bergan mablag'lardan unumli foydalanib, iqtisodiy ko'rsatkichlarimizni yanada rivojlantiramiz. Hamda muhtaram Prezidentimizni Senat yig'ilishida bergan barcha topshiriqlarni so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz.